Hayo ko'zlarini ochganda, qarshisida cho'kkalab uni diqqat bilan kuzatayotgan oqsoqol mo'ysafidni ko'rdi. Mo'ysafid Hayoning yuziga yaqin bo'lib, qo'lidagi qurigan binafsha gulni Hayoning burniga yaqin tutgan holda silkitardi. Hayo qo'rqib ketganidan o'rnidan sapchib turdi va ortga tisarila boshladi. Beli xonadagi tokchalardan biriga tegib, bir ikkita kitoblar tars etib yerga tushdi. Hayo ortga qadam tashlashi asnosida xavotir bilan Mo'ysafiddan so'radi: "Sen kimsan? Men qayerdaman?" Mo'ysafid o'rnidan turib javob qaytardi: "Sen hozir karaxt holatdasan. Xotirangni qaytarish uchun fikringni bir joyga jamlashga harakat qil." Hayo Mo'ysafidga baqirdi: "Men qayerdaman? Bolalarim, nevaralarim qani?" Mo'ysafid Hayoga qurigan gulni uzatdi: "Mana buni hidla, hammasi yodingga tushadi." Hayo Aminni qo'ldagi gulni urib yubordi. So'ngra asabiylashib hayqirdi: "Mendan nari tur!" Amin sukut saqlagancha uni kuzatib turaverdi. Hayo esa tanasi, boshi va sochlarini telbalarcha ko'zdan kechirib, o'ziga gapirardi: "Nima bo'lyapti o'zi? Menga nima bo'ldi?" Amin xotirjam ohangda yana gap boshladi: "Sen sayohatda eding, endi bo'lsa uyg'onib, o'z hayotingga qaytding." Hayo Aminga chaqchayib, kinoyali ohangda dedi: "Sayohat? Qanaqa sayohat? Arandas qayerda? Bolalarim qayerda?" Amin Hayoning gapini bo'ldi: "Sen Hayosan, yoshing 12da. Xizmatkoring Halima bilan mahalla aholisiga kulcha tarqatayotgan eding. Otang bilan qayerda yashaysan? Qasrda yashaysan. Chuqur nafas ol. O'zingni bosib, hammasini eslashga harakat qil." Hayo Aminga savolomuz qarab, baland ovozda so'radi: "Halima? Halima kim?" Amin yerdan qurigan binafshani olib, Hayoga ko'rsatgancha dedi: "Mana bu gulni hidlasang, xotirang qaytadi." Shu pallada eshik ostonasidan Halimaning chaqirgan ovozini eshitishdi. Amin gulni Hayoning kaftiga qo'ydi: "Hozir seni chaqirayotgan mana bu ayol bilan ket. Nima bo'lganda ham, qanday vaziyatga duch kelsang ham bezovtalanib muammo chiqarma. Senga va'da beraman, barchasini eslaysan." Karaxt ahvoldagi Hayo o'rnidan turib, yosh to'la ko'zlari bilan mo'ltirab dedi: "Lekin..." Amin kaftini Hayoning yelkasiga qo'yib, uni tepa qavatga eltuvchi zina sari asta itardi. "Ortiqcha o'ylanma. Seni chaqirayotgan xonimning oldiga tezroq bora qol." Boshi gangib, fikrlari har tarafga sochilib ketgan qiz zinadan tepaga ko'tarila boshladi. Uning yuzidan qattiq qo'rqib ketgani, hech narsani tushunmayotgani shundoqqina sezilib turardi. Uning bug'doy dalalaridagi hayoti hali ham ongida mustahkam o'rnashib turardi. Bechora qiz oxirgi zinaga yetganda uni qidirib uy ichiga kirgan Halimaga ko'zi tushdi. Halima Hayoni ko'rishi bilan oldiga shoshilib keldi va uni bag'riga bosgancha xavotirlanib so'radi: "Bu yerda nima qilyapsiz, Hayo xonim? Ahvolingiz yaxshimi? Sizga nima bo'ldi? Bezovta ko'rinasiz. Rangingiz ham oqarib ketibdi. Manavi odam sizga nimadir qildimi?" Shu onda yerto'la eshigi ochilib, Amin chiqib keldi. "Halima xonim, xavotir olmang, u faqat biroz qo'rqib ketdi." Halima Hayoni qattiq bag'riga bosib, xavotir aralash keskin ohangda so'radi: "Qo'rqib ketdi? Nimadan qo'rqdi? Unga nima qildingiz?" Amin yerto'la eshigini yopgancha tabassum qildi. "Unga nima qildi deb o'ylayapsiz? U shunchaki yerto'lada sichqonni ko'rib qattiq qo'rqib ketdi. Shunday emasmi, Hayo?" Hayo talmovsiradi. "Nima?" Halima Hayoni ushlab, Mo'ysafiddan uzoqlashtirgan holda chiqish eshigi sari boshladi. "Agar unga nimadir qilganingizni bilib qolsam, oqibati ayanchli bo'ladi." Amin tabassum qilib qo'lini silkitgan holda ular bilan xayrlashdi. "Yaxshi yetib olinglar." Halima haliyam o'ziga kelib ulgurmagan Hayoni quchoqlab, boshini ko'ksiga qo'ygan holda uydan chiqdi. Keyin tez-tez qadam tashlab, qasr darvozasi sari yurishdi. U yerga yetib borganda darvozabon bilan soqchilar shoshilgancha tashqariga chiqib, ularni qarshi olishdi. Chunki avvalroq Halima qasrga hayosiz qaytganidan juda xavotir olishgandi. Darvozabon so'radi: "Kichik xonimga nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi?" Halima Hayoning boshini ko'ksiga qo'ygan holda soqchilar orasini yorib o'tib ichkariga kirdi. "Hech narsa, xonim biroz toliqdilar. Xo'jayinga hech narsa demanglar, xavotir olmasinlar tag'in." Soqchilardan biri: "Bu haqida xo'jayinga aytishimiz shart", dedi. Halima yurishdan to'xtab soqchiga o'girilib qaradi va tahdidli ohangda dedi:
Agar og'izlaringdan birorta gap chiqadigan bo'lsa, kun nihoyasiga yetmasdan ishdan bo'shadim deyaverlaring. Bu uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Soqchilardan biri gapga aralashdi. Lekin bu bizning vazifamiz-ku. Halima o'qraygancha qasr sari yurishda davom etdi. Unda bir sinab ko'rib, katta xo'jayinga xabar berib ko'rchi, ko'ramiz, kimning gapi ustun kelarkan. Soqchilar qasr darvozasi oldida hayo bilan yurib ketayotgan Halimani jimgina kuzatib qolishdi. Ular Halimaning qattiq g'azabidan hayron bo'lishgandi, chunki avval uni sira bunaqa holatda ko'rishmagan edi. Halima qasrga kirib, to'g'ri tepa qavatga, Hayoning xonasiga qarab yurdi. Hayoni to'shagiga yotqizib, o'zi ham yoniga cho'zildi. Hayoning peshonasidan o'pib, to uxlab qolguniga qadar boshini ko'ksiga qo'ygancha silab yotdi. Halima Hayoda nima bo'lgani haqida hech narsa so'ramadi. Halima o'rnidan turayotganda Hayoning qo'lidagi qurigan binafsha guli e'tiborini tortdi. Lekin gulni Hayoning qo'ldan olmadi. Eshikni asta yopib xonadan chiqdi va pastki qavatga tushdi. Halima shu on trubkasini tutatib, uni kutib turgan xo'jayinni ko'rdi. Xo'jayinning yuzidan g'azab va bezovtalik alomatlari sezilib turardi. Halima bu ifoda nimani anglatishini yaxshi bilardi. U xojasining qarshisiga kelib to'xtadi. Halima bir og'iz gap aytmasdan Hayoni o'sha mo'ysafidning uyida yolg'iz qoldirgani uchun xojasining jerkishini kutib, boshini quyi solish bilan kifoyalandi. Chunki u xo'jayinning yuz ifodasini ko'rib, soqchilar uning tahdidiga quloq tutmasdan xo'jayinga hamma gapni oqizmay tomizmay yetkazgan deb o'ylagandi. Xo'jayin tamakisini tutunini Halimaning yuziga puflab, uning egilgan boshiga biroz qarab turdi. So'ngra keskin ohangda so'radi: "Hayo qayerda?" Halima nigohini yerdan uzmagan holda javob qaytardi: "Uxlayaptilar, xojam." Xojasi jahl bilan keskin ohangda so'radi: "Uxlayapti? O'zi uyg'onganiga endi 1 soat bo'lgandi-ku. Qo'shnilarga kulcha tarqatib, sal toliqib qoldilar. Ozgina dam olay deb yotgandilar." Xo'jayini qovog'ini soldi: "Charchabdi. Bu qiz juda tantiq bo'lib ketdi. Bunga sen aybdorsan." Halima hech narsa demasdan yerga qarash bilan kifoyalandi. Xo'ja mehmonxonaga qarab yurdi. "Rosa asabiylashdim." Halima boshini ko'tardi. "Xojam, sizdan uzr so'rayman. Bunday holat boshqa qaytarilmaydi, va'da beraman." Xo'jayin Halimaga hayron bo'lib qaradi. "Nima haqida gapiryapsan? Xorijdagi ekinzorlarimda muammo yuzaga kelibdi. Hal qilish uchun darhol ketishim kerak. Shuning uchun asabiylashdim. Sen nima haqida gapiryapsan?" Halima hovliqib podadan oldin chang chiqarganini angladi. "Kichik xonim bilan kulcha tarqatishni nazarda tutayotgandim. Xonim toliqib qolganlari uchun jahlingiz chiqdi deb o'ylabman." Xo'jayin mehmonxonadagi katta divanga o'tirib, yana trubkasini tutatishni boshladi. "Aksincha, ertaga ham mahallaga chiqib, yana kulcha tarqatishingizni istayman. Oshpazning bugungi tayyorlagan kulchalari mahalladagilarning hammasiga yetadi deb o'ylamayman. To'g'rimi?" Halimaning ko'ngli xotirjam tortib, chuqur tin oldi. Shunday, to'g'ri aytyapsiz, xojam." Xo'jayin Halimaga qarab: "1 soatdan keyin yo'lga chiqaman. Bir necha kun uyda bo'lmayman. Yo'qligimda qasrga va undagi barcha narsaga sen mas'ul bo'lasan. Meni tushunding-a, Halima?" Halima xo'jayini tomon bir nechta qadam tashlab yaqinlashdi. "Buyrug'ingiz bosh ustiga, xojam. Bemalol ketavering. Ko'nglingizni to'q tutavering. Bari siz bo'lganingizda qanday bo'lsa, yo'qligingizda ham shundayligicha o'z o'rnida qoladi." Xo'jayin qarshisidagi ulkan derazadan qasr bog'ini kuzatib o'tirgan ko'yi buyurdi: "Endi borib safarimga kerakli narsalarni tayyorla." Halima ehtiyotkorlik bilan ortga tisarildi. "Xo'p, bo'ladi, xojam." 2 soat o'tmasdan katta xo'jayinning shaxsiy haydovchisi qasr eshigining oldiga mashinani shay holatda olib keldi. So'ngra xo'jayin qiynalmasdan o'tirishi uchun mashina eshigini ochib, uni kutib turdi. Uning ortida esa soqchilar mashinasi turardi. Ular xo'jayinni aeroportga eltib qo'yish uchun kutib turishgandi. Xo'jayin ichkaridan chiqib, mashinaning ochiq eshigiga yaqinlashdi va xodimalar bilan turgan Halimaga o'girildi. "Halima, yo'qligimda Hayoga ko'z quloq bo'l." Halima boshini quyi solib javob qaytardi: "Xavotir olmang, xojam. Siz boringizda ham, yo'g'ingizda ham 2 ko'zim xonimda bo'ladi." Xo'jayin mashinaga mindi. Haydovchi esa uning ortidan eshikni ehtiyotkorlik bilan asta yopib, tezda mashinaning haydovchi o'tiradigan o'rindig'iga yugurib bordi.
So'ng u ham mashinaga o'tirib o't oldirdi va aeroport sari hayday boshladi. Uning ortidan soqchilar mashinasi ham ergashdi. Xo'jayin ketgach, Halima xodimalarga tushlik tayyorgarlik ko'rishni buyurdi. Xodimalardan biri Halimaga: "Lekin xonim, uyda Hayo xonimdan boshqa hech kim yo'q-ku?" "Xonim esa uxlab yotibdilar", dedi. Halima ro'parasidagi ko'm-ko'k ufqqa bir nazar soldi-da, qasrning asosiy eshigidan chiqib ketayotgan 2 mashinaga qaradi. Katta xo'jayinning buyrug'i shunday. Shunga muvofiq ular uyda bo'ladimi, yo'qmi, 3 mahal xo'jayin, rafiqasi va qizi uchun dasturxon shay holatda turmog'i lozim. Qani bo'la qolinglar, vaqtni behuda ketkazmanglar. Xizmatkorlar bir ovozdan "Xo'p, bo'ladi", deb qasr ichkarisiga kirib ketdilar. Kun bir maromda davom etdi. Tushlik dasturxoni qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha Halima buyurganidek unga hech bir kimsaning qo'li tegmagan holda yig'ishtirib olindi. Kech tushganda esa xodimalar kechki taom dasturxonini tuzashni boshlashdi. Ular shu asnoda tepa qavatdan tushib, qasr eshigi sari tez-tez qadam tashlab ketayotgan Hayoni ko'rishdi. Xizmatchilar qilayotgan ishlaridan to'xtab, nima qilishni bilmasdan talmovsiragancha bir-birlariga qarab qolishdi. Chunki Hayoni to'xtatishga yoki gapirishga hech birining haddi sig'masdi. Zero bu Halimaning vazifasiga kirardi. Halima esa bu paytda yon atrofda ko'rinmasdi. Hayo eshikni ochib, qasr darvozasi tomon shoshilgancha jahl bilan shaxdam yurib ketardi. Xodimalardan biri sherigiga ishora qilib, xavotir bilan: "Tezda Halima xonimni top va unga vaziyatni tushuntir", dedi. Xodima yugura-yugura qasrning har qarchidan Halimani qidira boshladi. Bu orada Hayo darvozaga yetib bordi. Soat kechki 9 ga yaqinlashib qolgandi. Soqchilardan biri ehtiyotkorlik bilan Hayoning yo'lini to'sib, biroz xavfsiragan holda xavotir aralash tabassum bilan so'radi: "Hayo xonim, qayerga ketyapsiz?" Hayo qovog'ini uyib: "Yo'limdan qoch, Hasson", dedi keskin ohangda. Hasson kaftini ishqalab iltimos qiladi: "Iltimos, Hayo xonim, xo'jayindan gap eshitishni istamayman." Hayo Hasson va uning atrofidagi soqchilarni pisand qilmasdan yurishda davom etdi. "Qani ko'ramiz, qay biringiz meni to'xtatishga jur'at qilarkansiz." "Unday bo'lsa meni tashlab ketmang", Arandas ko'zlarini yumishdan oldin dedi. "Kech qolmagin." Arandas jimgina yig'layotgan rafiqasining yuziga tikilgan holda so'nggi nafasini chiqardi. Arandas vafot etgach, hovliga Firdavs va qaynotasining qabri yoniga dafn qilindi. Hayo farzandlaridan o'zi uchun 4-chi qabrni kovlashlarini so'radi. Farzandlar onalarining talabidan hayron bo'lib, unga uzoq umr tilab duo qila boshladi. Hayo ularga: "Ketishga talpinayotgan ruhimga jismim to'sqinlik qila oladi deb o'ylaysizlarmi?" dedi. Hayoning oldiga qizlardan biri qo'lda emizikli bolasini ko'targan holda yaqinlashdi. "Nima demoqchisiz, onajon?" Hayo keng quloch ochib erining qabrini quchoqlagancha qabr atrofidan o'sib chiqqan binafsha gullariga diqqat bilan razm soldi. Ruhlar bir-biriga talpinganda tanalar to'sqinlik qila olmaydi. Hayo bu so'zlarni aytarkan boshini quyi solib ko'zlarini yumdi. Lekin u zulmatni emas, yorqin nurni ko'rdi. Nur so'nishi bilan Hayo o'zini katta kutubxonada qo'lida kitob tutgan holda ko'rdi. Qarshisida esa oqsoqolli bir mo'ysafid charm kursi ustida o'tirardi. Uning ortida katta soat bo'lib 9 dan 5 daqiqa o'tganini ko'rsatayotgandi. Mo'ysafid tabassum bilan Hayodan so'radi: "Kitob yoqdimi, Hayo?" Hayo qo'ldagi kitobni uloqtirib, bor kuchi bilan qichqirdi. So'ngra qo'lni boshiga qo'ydi-da, tazalab o'tirgancha to hushidan ketgunga qadar qichqirishda davom etdi.